Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar Ilyosjon Minecraft kanalidasizlar. Men Ilyosjon va bugun mana shu kartada survival qilishga harakat qilamiz. Katta shisha ichidamiz va bu yoqlarda yangidan yangi yana xuddi biznikiga o'xshagan shishalar bor. Mana bu yoqlarda ham bor. Shunga keyingi qismlarda o'shanga borishga harakat qilamiz. Uzoqlarda ham bor. Unday bo'lsa videoni boshladik. Do'stlar, biz birinchi o'rindan sandiq ko'ramiz. Ichida nima bor ekan? Qanaqadir kitoblar. Bir tiyinga qimmat. Unday bo'lsa nima o'zimchaga ovoz kelyaptimi? Bu yerda ko'mir bor ekan. Birinchi o'rinda daraxt kavlab olamiz. Chunki bizga hozir birinchi o'rinda kirka yasaymiz. Keyin bolta, qilich yasab olamiz. O'rimchaklar ovoz eshitilyapti. Ta yetib qolsa kerak. Endi bularni yog'ochga aylantirib olamiz. Oh yeah. Va ayni shu paytda kanalga obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Kanal rivoji uchun hissalarini qo'shgan bo'lasizlar. Ovqat bor ekan. Bu yerda orollar ko'p. Bunga keyingi qismlarda borib ko'ramiz. Shu nimadir pastda ovoz eshitilyapti-da. Hozir pastga tushib ko'ramiz. Boyagi joydan tushib kelman. Pastga qarab ko'ramiz. Bu yerda ham yerlar bor ekan. Bularni olib ketamiz. Wow, olmos. Buni hozirroq olib ketmasak bo'lmaydi. Voy, o'sha quyosh botyapti. Qaranglar, qanaqa zo'r manzara. Bo'ldi, endi bularni qo'yib, bu temirni olamizda. Bizga hozir temir kirka zarur. Endi tezroq olmosni olamiz. To'g'ri, olmos chiqadi deb o'ylamagandim. Va yaxshi. To'rtta. Oho! Anchagina olmos bor ekan. O'rgimchaklar to'g'risi qayerda yurganimni Уже tun bo'ldi do'stlar. Temirlar ham ancha-muncha pishib qolibdi. Shu o'rgimchaklar ovozi yoqmayapti-da menga.
qilich yasayak hozir. Nimadir qilib shu o'shalarni topaman-da. O'ldiraman hozir. Shu yo'qmayapti-da shu ovozi. Qaranglar. To'xtamaydi-da ovoz, to'xtamaydi. O'ldiraman, o'lib ketaman. Yo. Hozir mana yerdan shu yaxshilab izlab ko'ramiz do'stlar. Lavani ovozi eshitilyaptimi? Bizga qarab ko'raylik. Lava bosmas. Yo, bu yoqda yo'q. Bu tomonga ko'ramiz. Ye. Lava. Demir boy. Vay oğlum. O piçki. Urgunçayla yok mu yaptı da? Ne? Hemen. Ha, toptum. Ne bu nima? Creeper ham bor ekan. Spawner boy ekan. Yemasın. Wow, bu yerda nima bu ekan? Wow, oltin. Suyak ip. Wow, oltin bor ekan. Biz qatadi. Suyak ip oltindan ip. Sana bir tane bu kerak bo'lishi mumkin. Endi yaxshi. Yana san topdim yo'q. Ha, endi to'nat yapti. Bizden pasdan topgan narsalarimizni yo'qolamiz. Yo'q. Mana. Yo'qmiz olmaz. Qadrli narsalar misol instrumentlar. Bu sandiqda tursa, bunaqa narsalar. Bu sandiqda. Endi kerakli narsalarni bu sandiqqa solamiz. Mana bu. Suyak ip. Kitoblar bizga kerak emas. Mag'ar bosgan tosh. Vallohi. Yo'q, to'playveramiz. Oltin kerak, обязательно. Agar qilich va kerak tosh. Yana tosh. Valla. Bunda do'stlar, bugungi videoni shu joyda tugatamiz. Va sizlarga xayr demayman, ko'rishguncha deb qolaman do'stlar. Videoga like bosib qo'ying. Keyingi qismda qaysi orolga borishni yozib keting do'stlar. Sizlarning fikringiz menga juda ham qiziq. Unda ko'rishguncha videoga like bosib qo'ying.